Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 21-oktyabr sanasida xudo xolasa kivilarimizga bir ko'rib baho berdik. Mevani olgan qarang, O'zbekiston bu, Xitoy va Yevropa va boshqasi O'zbekistonda mana g'uj meva olgan kivilarimiz yoshi 5 yosh xudo xolasa. 5 yoshli kivida bir donasida 50 kilo, 60 kilogacha hosil bo'ladi. Har bir tupida bor. Bunday olib keling, kamerani yaqinlashtirib ko'rsating. Kivini qarang, xudo xolasa, mashalloh ko'z tegmasin. O'zbekiston qanday go'zal diyor, hamma mevalar xudo xolasa bo'lyapti. Tropik mevalar ham xudo xolasa O'zbekistonda bo'lyapti. Mana 5 yoshli daraxtlarimiz xudo xolasa quyib meva olgan. Bag'larga olib keling, ko'rsating go'zallikni mana. Zo'r holatda hozirda pishgan, terganmiz, sotganmiz, qolganlari turibdi mana. Klientlar bor, xudo xolasa olishyapti, olib ketishyapti. Buni ishonchli ko'chatlardan bor, bizga murojaat qilaverasizlar. 1 yoshli, 2 yoshli, 3 yoshli meva ko'chatlari bor kivilarimizda. Bizga murojaat qilaverasizlar, keling ko'chatlarni ko'rsataman. Mana ko'chatlar xudo xolasa uzumli ichida bo'lgan mana. Ko'chatlar. 1 yoshli ko'chatlari xudo xolasa shu holatda mana. 1 metr, 1,5 metr 1 yoshli ko'chatlar, 2 yoshli ko'chatlar 2 metr undan kam yo balandroq chiqadi. 3 yoshli ko'chatlar 3 metrgacha bo'ladi xudo xolasa. 5 yosh, 6 yoshda xudo xolasa maksimalni mevaga kiradi. Ko'rsating mana ko'chatlar. Ko'chatlar xudo xolasa juda ham zo'r ko'rinishda, zo'r holatda turibdi. Salqinda uzumni tagida bo'lgan, uzumi bor uyda, uzumni orasiga ekaman degan odamlar uchun zo'r variant. Mazza qilib nevaralaring, o'zlaring yeysizlar, xudo xolasa 2 yil, 3 yilda mevaga kiradi. Bizga murojaat qilaverasizlar, nomerlar profilda bo'ladi. Eng sifatli, eng yaxshi ko'chatlar bizda. Sog' bo'linglar.